Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Iyulgacha aynan ma'lumotnomani olib qo'yish masalasi. Bu oddiy qog'ozbozlik emas. Bu hujjatlar sizning qo'shimcha to'lov, kompensatsiya ustama, nafaqa yoki boshqa moddiy yordamlarni olishingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar vaqtida harakat qilmasangiz, men bilmagan edim. Menga hech kim aytmagan edi. Keyin olib borsam bo'lmaydimi? degan gaplar ko'p holatda yordam bermaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga qaysi ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkinligini, kimlar albatta tekshirishi kerakligini, qaysi xatolar sabab odamlar pulidan ayrilib qolishini va amalda nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizning oilangizga, ota-onangizga, ish joyingizdagi hamkasblaringizga yoki qo'shnilaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Oldin ko'p masalalarda odamlar hujjatni keyinroq topshirsa ham, ba'zi to'lovlar qayta hisoblab berilardi yoki mas'ul tashkilotlar ma'lumotni qo'lda tekshirib, kechikkan hujjatni qabul qilib yuborardi. Masalan, biror xodim qo'shimcha ustama olishga haqli bo'lsa, u ma'lumotnomani 1-2 oy kech olib kelgan taqdirda ham ba'zan bu masala ichki tartibda hal qilinardi. Pensiya, nafaqa, bolalar puli, moddiy yordam, ish haqiga qo'shimcha to'lovlar, kommunal kompensatsiya yoki ijtimoiy imtiyozlarda ham avval ayrim joylarda keyin olib kelasiz. Hozircha yozib qo'yamiz, oy oxirigacha yetkazib bering degan amaliyotlar uchrab turardi. Hozir esa holat tobora raqamlashtirilyapti. To'lovlar, ustamalar va imtiyozlar ko'p hollarda elektron bazalardagi ma'lumotlarga bog'lanmoqda. Ya'ni tizim sizning og'zaki gapingizga emas, bazada bor yoki yo'qligiga qaraydi. Siz haqiqatan ham kam ta'minlangan bo'lishingiz mumkin. Farzandingiz talabada o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Nogironligi bor oila a'zosingiz bo'lishi mumkin. Ijara uyda yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin kerakli ma'lumot elektron tizimda ko'rinmasa yoki tasdiqlovchi hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki umuman hisoblanmasligi mumkin. Bu yerda eng katta xavf shundaki, ko'pchilik odamlar mening holatim hammaga ma'lum-ku deb o'ylaydi. Masalan, mahallada hamma biladi, siz yolg'iz ona ekansiz. Ish joyida hamma biladi, sizning farzandingiz oliygohda o'qiydi. Qarindoshlar biladi. Siz nogironligi bo'lgan farzandni parvarish qilyapsiz. Lekin davlat to'lovi, tashkilot ustamasi yoki kompensatsiya ko'p hollarda hamma biladi degan asos bilan emas, hujjat bilan yuradi. Shuning uchun iyulgacha kerakli ma'lumotnomalarni tekshirtirib, yangilab, tegishli joyga topshirib qo'yish juda muhim. Men bu yerda eng ko'p uchraydigan qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlarga ta'sir qiladigan 4 turdagi ma'lumotnomani tushuntiraman. Har bir odamga hammasi kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin siz o'zingizning holatingizga qarab tekshirasiz. Bu hujjat ko'p ijtimoiy to'lovlarda juda muhim. Chunki davlat yoki tashkilot sizning oilangizda nechta odam borligini, kimlar bir manzilda yashashini, qaramog'ingizda kimlar borligini bilish kerak bo'ladi. Masalan, bolalar puli, moddiy yordam, ta'minlanganlik bo'yicha ko'mak, ayrim kompensatsiyalar, turar joy bilan bog'liq imtiyozlar, ijara to'lov bo'yicha yordamlar yoki ish joyidagi oilaviy holatga bog'liq qo'shimcha to'lovlarda oila tarkibi asosiy rol o'ynaydi. Oddiy misol. Bir oilada ota, ona va 3 nafar farzand bor. Otaning maoshi 3 million so'm, onaning daromadi yo'q. Agar tizimda faqat ota va ona ko'rinsa, ya'ni farzandlar ro'yxatda to'liq aks etmasa, oila jon boshiga daromad noto'g'ri hisoblanishi mumkin. 3 million so'm 5 kishiga bo'linsa, bir kishiga 600 ming so'mdan to'g'ri keladi. Lekin tizim 2 kishini ko'rsa, bir kishiga 1 million 500 ming so'm deb chiqadi. Natijada oila aslida yordamga muhtoj bo'lsa ham, daromad me'yoridan yuqori degan xulosa chiqishi mumkin. Yana bir misol. Qiz turmushga chiqqan, lekin ro'yxatdan hali ota-onasining uyida turibdi. U amalda boshqa joyda yashaydi. Ota-onasi esa kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam olishga ariza beradi. Tizim qizning daromadini ham oila daromadiga qo'shib yuborishi mumkin. Natijada ota-onaga to'lov chiqmay qoladi. Shuning uchun yashash manzili, ro'yxat, oila tarkibi haqidagi ma'lumotlar real holatga mos bo'lishi kerak. Kimlar albatta tekshirish kerak? Farzandi tug'ilgan, farzandi turmushga chiqqan yoki uylangan, ajrashgan, oilasida vafot holati bo'lgan, boshqa manzilga ko'chgan, ijara uyga chiqqan. Bir uyda bir nechta oila yashaydigan fuqarolar albatta bu ma'lumotni tekshirish kerak. Chunki bitta noto'g'ri yozuv sizni
bir necha oy davomida to'lovsiz qoldirishi mumkin. Bu eng ko'p xato qilinadigan hujjatlardan biri. Ko'p to'lovlar oilaning daromadiga qarab belgilanadi. Ish joyidagi rasmiy maosh yoki tartibdagi tadbirkorlik daromadi, pensiya, aliment, stipendiya, ijara daromadi yoki boshqa tushumlar ayrim holatlarda hisobga olinadi. Shuning uchun daromad ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi juda muhim. Masalan, bir ayol bolalar puli olish uchun ariza beradi. Uning turmush o'rtog'i rasmiy ishda ishlaydi va 2.800.000 so'm maosh oladi. Lekin ish joyi ma'lumotni vaqtida bazaga kiritmagan yoki eski ma'lumot qolib ketgan. Natija tizim noto'g'ri xulosa beradi. Ba'zida aksincha ham bo'ladi. Odam allaqachon ishdan ketgan. Lekin eski ish joyi bo'yicha daromad ko'rinib turadi. Shunda fuqaro men ishlamayapman-ku desa ham tizimda daromad ko'rgani sababli yordam rad etilishi mumkin. Ish haqi ma'lumotnomasi ayniqsa byudjet tashkilotlarida ishlaydiganlar, o'qituvchilar, tibbiyot xodimlari, davlat xizmatchilari, harbiylar, ichki ishlar tizimi xodimlari, maktabgacha ta'lim xodimlari uchun ham muhim bo'lishi mumkin. Chunki ayrim ustamalar, kompensatsiyalar, mukofotlar yoki qo'shimcha to'lovlar xodimning lavozimi, stavkasi, ish yuklamasi va amaldagi maoshiga bog'liq hisoblanadi. Masalan, o'qituvchi B stavkada emas, 0,75 stavkada ishlayotgan bo'lsa, uning ayrim ustamalari ham shunga mos hisoblanishi mumkin. Agar hujjatda stavka to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, to'lov kamayib ketadi. Tibbiyot xodimi tungi navbatchilik qilgan, xavfli sharoitda ishlagan yoki qo'shimcha yuklama olgan bo'lsa, bu haqda ma'lumotlar to'g'ri rasmiylashtirilmasa, u haq ololmay qolishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Oxirgi 6 oy ichida ishga kirganlar, ishdan bo'shaganlar, stavkasi o'zgarganlar, lavozimi o'zgarganlar, dekretga chiqqanlar, ish joyida buxgalteriya yoki kadrlar bo'limidan ma'lumotlanganmagan bo'lishi mumkin deb o'ylaydiganlar albatta daromad ma'lumotini tekshirtirsin. Bu hujjat ko'plab oilalar uchun juda muhim. Farzandingiz kollej, texnikum, universitet, magistratura yoki boshqa ta'lim muassasasida o'qiyotgan bo'lsa, ayrim to'lovlar va imtiyozlarda bu hisobga olinadi. Kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan farzandlar bo'yicha ma'lumotlar ko'p hollarda oilaning ijtimoiy holatini baholashda ahamiyatli bo'ladi. Real misol, oilada 20 yoshli o'g'il bor. U universitetda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Ishlamaydi. Ota-onasi uni boqadi, kontrakt to'laydi, yo'l kira beradi, yashash xarajatlarini ko'taradi. Agar u talaba ekani tasdiqlanmasa, tizim uni shunchaki voyaga yetgan, ishlashi mumkin bo'lgan shaxs sifatida ko'rishi mumkin. Bu esa oilaga beriladigan yordam yoki imtiyoz hisobida salbiy ta'sir qiladi. Yana bir vaziyat. Talaba bir oliygohdan boshqasiga ko'chgan, akademik ta'til olgan yoki o'qish shahrini sirtqidan kunduzgidan sirtqiga o'zgartirgan. Bunday holatlarda eski ma'lumotnoma bilan yurish xavfli. Chunki eski hujjatdagi ma'lumot amaldagi holatga mos kelmasa, keyinchalik to'lov qayta tekshiruvda bekor qilinishi, ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishi yoki yangi to'lov belgilanmasligi mumkin. O'qish joyidan ma'lumotnomada nimalarga qarash kerak? Talabaning familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Pasport yoki ID karta ma'lumotlari mosmi? Ta'lim muassasasi nomi to'liqmi? Kursi, fakulteti, ta'lim shakli, o'qish muddati va ma'lumotnoma berilgan sana aniq ko'rsatilganmi? Ba'zi joylarda aynan kunduzgi ta'lim shakli muhim bo'ladi. Agar hujjatda bu yozilmagan bo'lsa, mas'ul tashkilot qo'shimcha aniqlik so'rashi mumkin. Kimlar buni albatta olishi kerak? Talaba farzandi bor ota-onalar, yetim yoki ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan talabalar, kontrakt asosida o'qiyotganlar, ijara uyda yashayotgan talabalar, stipendiya yoki ijtimoiy yordamga ariza bermoqchi bo'lganlar, ish joyida farzandi talaba bo'lgani uchun qo'shimcha imtiyoz so'ramoqchi bo'lgan xodimlar. Bu eng nozik va eng muhim yo'nalishlardan biri. Nogironligi bo'lgan shaxslar, og'ir kasalligi bor fuqarolar, doimiy parvarishga muhtoj bolalar yoki kattalar bo'yicha to'lovlar, imtiyozlar va kompensatsiyalar ko'p hollarda tibbiy hujjatlarga bog'liq. Bu yerda bitta sananing o'tib ketishi ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati o'tib iyungacha belgilangan bo'lsa, siz mening holatim o'zgarmagan-ku deb yuraversangiz, iyuldan keyin tizimda hujjat muddati tugagan deb ko'rinishi mumkin. Natijada ayrim to'lovlar vaqtincha to'xtash, qayta ko'rikdan o'tish talab qilinishi yoki kompensatsiya kechikishi mumkin. Keyin hujjatni yangilaysiz, lekin pulni qayta hisoblash masalasi har doim ham avtomatik va muammosiz bo'lavermaydi.
Boshqa misol. Ona nogironligi bo'lgan farzandini parvarish qiladi. U ishlay olmaydi. Chunki bola doimiy nazoratga muhtoj. Agar parvarish bo'yicha hujjatlar to'liq bo'lmasa, ona ayrim nafaqa yoki kompensatsiyalardan foydalana olmasligi mumkin. Bu oilaning oylik byudjetiga juda katta ta'sir qiladi. Chunki bunday oilalarda dori, reabilitatsiya, taksi, maxsus ovqatlanish, tibbiy ko'riklar, massaj, analizlar, maxsus kiyim yoki vositalar uchun xarajatlar oddiy oilalarga qaraganda ancha ko'p bo'ladi. Bu hujjatlarda nimaga e'tibor berish kerak? Nogironlik guruhi, muddati, tibbiy xulosa raqami, berilgan sana qayta ko'rik sanasi. Parvarishga muhtojlik haqidagi belgi, shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligi. Ayrim hollarda nogironligi bor degan umumiy gap yetmaydi. Aynan qaysi turdagi imtiyoz uchun qaysi tibbiy xulosa kerakli so'raladi. Kimlar albatta tekshirish kerak? Nogironlik muddati yaqinlashayotganlar, farzandi yoki ota-onasi parvarishga muhtoj bo'lganlar, yaqinda tibbiy komissiyadan o'tganlar, hujjati eski shaklda qolganlar, ism familiyasida o'zgarish bo'lganlar, yashash manzilini o'zgartirganlar, avval to'lov olib kelgan bo'lsa-yu, oxirgi payt pul kechikayotganini sezganlar. Men tomoshabinlarga shuni aniq aytaman. Bu mavzu hamma uchun bir xil darajada xavfli emas. Lekin ayrim toifadagi odamlar albatta o'z hujjatlarini tekshirishi kerak. Birinchi navbatda ijtimoiy yordam olayotgan yoki olishni rejalashtirayotgan oilalar. Agar siz bolalar puli, moddiy yordam, kam ta'minlanganlik nafaqasi, kompensatsiya yoki mahalla orqali beriladigan yordamni bo'yicha ariza qilmoqchi bo'lsangiz, hujjatlaringizdagi har bir ma'lumot muhim. Ikkinchi toifa, byudjet tashkilotlarida ishlaydigan xodimlar. O'qituvchi, shifokor, hamshira, tarbiyachi, davlat idorasi xodimi, madaniyat, sport, ijtimoiy soha xodimlari ko'pincha turli ustama va qo'shimcha to'lovlarga ega bo'ladi. Bunday to'lovlar lavozim, staj, malaka toifasi, ish sharoiti, hudud, oilaviy holat yoki boshqa asoslar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Hujjat noto'g'ri bo'lsa, ustama noto'g'ri hisoblanadi. Uchinchi toifa, farzandi talaba bo'lgan oilalar. Ayniqsa farzand kunduzgi bo'limda o'qisa, boshqa shaharda ijara uyda yashasa, kontrakt to'lasa yoki stipendiya olmasa, bu oilaning real xarajatlari katta bo'ladi. Hujjat bo'lmasa, bu holat hisobga olinmay qolishi mumkin. To'rtinchi toifa, nogironligi bor shaxslar va ularni parvarish qilayotgan oilalar. Bu yerda hujjat muddati, tibbiy xulosa va parvarish asoslari juda muhim. Bir kunlik kechikish ham ba'zan bir oylik to'lovning kechikishiga sabab bo'ladi. Kamroq xavotir qilsa bo'ladiganlar kimlar? Agar siz hech qanday qo'shimcha to'lov, ijtimoiy yordam, ustama, kompensatsiya yoki imtiyozga ariza bermayotgan bo'lsangiz, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, ish joyingizdagi ma'lumotlar muntazam yangilanayotgan bo'lsa, talabalar, nogironlik yoki parvarish bo'yicha holat bo'lmasa, sizda xavf nisbatan kamroq, lekin baribir asosiy ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki bugun kerak bo'lmagan hujjat ertaga kerak bo'lib qolishi mumkin. Endi eng muhim joyiga keldik. Odamlar ko'pincha hujjatni oladi, lekin undagi xatoni tekshirmaydi. Masalan, ismda bitta harf xato, tug'ilgan sana bir kun farq qiladi. Pasport raqami eski, manzil noto'g'ri, familiya nikohdan keyin o'zgargan. Lekin hujjatda eski familiya qolgan. Sizga bu mayda tuyulishi mumkin, lekin elektron tizim uchun bu boshqa odamdek ko'rinishi mumkin. Birinchi nozik jihat hujjatning muddati. Ba'zi ma'lumotnomalar 1 oy, ba'zilari 3 oy. Ba'zilari aniq davr uchun amal qiladi. Men o'tgan yili olganman degan gap ko'p joyda o'tmaydi. Ayniqsa daromad, o'qish joyi, tibbiy holat va oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Elektron baza va qog'oz hujjat farqi. Sizda qog'oz ma'lumotnoma bo'lishi mumkin, lekin elektron tizimda u aks etmagan bo'lishi mumkin. Ayrim tashkilotlar qog'ozni qabul qiladi, ayrimlari esa faqat elektron tasdiqqa qaraydi. Shuning uchun hujjatni olgach, shu yetarli deb chetga qo'ymang. Uni qayerga topshirish kerak? Kim ro'yxatga oladi? Tizimga kiritiladimi? Arizangizga biriktiriladimi? Buni aniqlang. Uchinchi nozik jihat. Daromadni yashirish masalasi. Ba'zi odamlar daromadimni ko'rsatmasam yordam chiqadi deb o'ylaydi. Bu juda xavfli. Chunki keyinchalik ma'lumotlar solishtirilganda ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Bundan tashqari ishonchsizlik paydo bo'ladi va keyingi arizalarda muammo tug'iladi. Men doim aytaman, hujjatni to'g'ri rasmiylashtirish kerak, yolg'on ma'lumot berish kerak emas. To'rtinchi nozik jihat. Bir xonadonda bir nechta oila yashashi.
Bu bizda juda ko'p uchraydi. Masalan, ota-ona uylangan o'g'il, kelin, nevaralar bir uyda ro'yxatda turadi. Lekin ular alohida ro'zg'or qiladi. Ba'zi to'lovlarda bu farq muhim. Agar hamma bitta oila sifatida ko'rilsa, daromadlar qo'shilib ketadi va yordam chiqmay qoladi. Bunday holatda mahalla, mas'ul idora yoki tegishli tashkilotdan qanday tartibda alohida xo'jalik yuritilishi tasdiqlanishini so'rash kerak. 5-nozik jihat, ajrashgan lekin hujjatda hali turmush qurgan deb ko'rinayotganlar. Bu holat ayollar uchun juda katta muammo tug'diradi. Masalan, ayol farzandlarini o'zi boqadi. Sobiq turmush o'rtog'i yordam bermaydi. Lekin tizimda u hali oila tarkibida yoki daromad manbai sifatida ko'rinadi. Natijada ayolga yordam rad etilishi mumkin. Shuning uchun nikoh, ajrashish, aliment, farzand qaramog'i bo'yicha hujjatlar ham tartibda bo'lishi kerak. 6-nozik jihat, talabaning o'qish shakli, sirtqi, kechki, masofaviy va kunduzgi ta'lim ko'p joyda bir xil baholanmaydi. Siz farzandim talaba deysiz, lekin mas'ul tashkilot kunduzgi bo'limmi yoki sirtqimi deb so'raydi. Chunki kunduzgi talaba ishlash imkoniyati cheklangan deb qaralishi mumkin, sirtqi talaba esa ishlashi mumkin deb baholanadi. Shu sababli ma'lumotnomada o'qish shakli aniq yozilishi juda muhim. 7-nozik jihat. Nogironlik hujjatida qayta ko'rik sanasi. Ko'pchilik faqat guruhga qaraydi, lekin qayta ko'rik sanasini unutadi. Agar shu sana o'tib ketsa, tizim muddati tugagan deb chiqarishi mumkin. Qayta ko'rikka oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak. Tibbiy kartalar, analizlar, shifokor xulosalari, davolanish tarixi, retseptlar, reabilitatsiya hujjatlari tayyor bo'lishi kerak. 8-nozik jihat, ariza topshirilgan sana. Ba'zi to'lovlar hujjat olingan kundan emas, ariza topshirilgan kundan boshlab hisoblanadi. Masalan, siz hujjatni 20 iyunda oldingiz, lekin arizani 5 iyulda berdingiz. Ayrim holatda to'lov 5 iyuldan boshlanishi mumkin. Shuning uchun hujjatni olib qo'yishning o'zi yetmaydi. Uni vaqtida topshirish ham shart. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, oilangizdagi holatni yozib chiqing. Kim ishlaydi, kim o'qiydi, kim pensioner, kim nogironligi bor, kim ishsiz, kim boshqa manzilda yashaydi, kim ro'yxatda qayerda turadi. Buni oddiy daftar yoki telefonga yozib chiqing. Ko'pchilik aynan shu bosqichni qilmagani uchun chalqashadi. Ikkinchi qadam, qaysi to'lov yoki imtiyozga da'vo qilayotganingizni aniqlang. Bolalar puli bo'lsa bir tartib, ish joyidagi ustama bo'lsa boshqa tartib, talabaga ijara kompensatsiyasi bo'lsa boshqa hujjatlar, nogironlik nafaqasi yoki parvarish puli bo'lsa yana boshqa talablar. Hamma hujjatni yig'ib boraman deb yurishdan ko'ra, aynan sizga kerakli ro'yxatni so'rang. 3-qadam, mahalla, ish joyingizdagi kadrlar bo'limi, buxgalteriya, davlat xizmatlari markazi, tegishli ta'lim muassasasi yoki tibbiy komissiya bilan bog'laning. Savolni aniq bering. Menga 1 iyulgacha qo'shimcha to'lov yoki imtiyoz saqlanishi uchun qaysi ma'lumotnomalar kerak? Hujjatni qayerga topshiraman? Elektron tizimga kim kiritadi? Ariza yozishim kerakmi? Ana shunday aniq savol bersangiz, ana javob ham aniq bo'ladi. 4-qadam, 4 asosiy yo'nalishni tekshiring. Oila tarkibi va yashash manzili, daromad yoki ish haqi, o'qish joyidan ma'lumot, nogironlik yoki tibbiy parvarish hujjati. Sizga hammasi kerak bo'lmasligi mumkin, lekin har birini o'zingizga taalluqli yoki taalluqli emas deb belgilab chiqing. 5-qadam. Hujjatlarni olganingizdan keyin ularni darhol tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHSHIR, pasport yoki ID karta raqami, manzil sana, muhr yoki elektron tasdiq tashkilot nomi, lavozim, kurs, o'qish shakli, nogironlik muddati kabi joylarni birma-bir ko'ring. Xato topsangiz, mayli o'tib ketar demang. O'sha zahoti tuzattiring. 6-qadam, topshirgan hujjatingiz bo'yicha iz qoldiring. Agar qog'oz shaklida topshirsangiz, kirim qilingan raqam, sana yoki mas'ul shaxsni bilib oling. Agar elektron yuborsangiz, ariza raqamini saqlang. Agar ish joyiga topshirsangiz, kadrlar yoki buxgalteriyadan qabul qilinganini tasdiqlatib qo'ying. Ertaga siz olib kelmagansiz deyilganda sizda dalil bo'lsin. 7-qadam, 1 iyulni kutib o'tirmang. Eng katta xato shu. Odamlar oxirgi kunlarda yuguradi, navbat ko'payadi, tizim sekin ishlaydi, mas'ul xodimlar band bo'ladi. Bitta xatoni tuzatishga vaqt qolmaydi. Agar bugun boshlasangiz, xato chiqsa ham tuzatishga ulgurishingiz mumkin. 8-qadam, yaqinlaringizga ham ayting. Ayniqsa qishloqda yashaydigan ota-onalar, internetdan kam foydalanadigan qarindoshlar, hujjat ishlariga qiynaladigan ayollar, yolg'iz keksalar, nogironligi bor shaxslar ko'pincha bunday yangiliklardan kech xabar topadi.
Siz ularga bitta telefon qilib, hujjatlaringizni tekshirdingizmi deb so'rasangiz, balki bir necha oylik to'lovini saqlab qolishiga sababchi bo'lasiz. Yana bir muhim maslahat, agar sizga rad javobi berilsa, darhol taslim bo'lmang. Rad etish sababi yozma yoki elektron shaklda ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Sababini o'qing. Daromad yuqori debdimi? Oila tarkibi noto'g'rimi? Hujjat muddati o'tganmi? Talaba ma'lumot tasdiqlanmaganmi? Nogironlik muddati tugaganmi? Sababni bilmasdan turib muammoni hal qilib bo'lmaydi. Kerak bo'lsa, mas'ul idoradan tushuntirish so'rang, xatoni tuzating va qayta ariza bering. Demak, 1 iyulgacha eng muhim vazifa o'zingizga taalluqli 4 yo'nalishdagi ma'lumotnomalarni tekshirish va kerak bo'lsa olib qo'yish. Bular oila tarkibi yoki yashash manzili, daromad yoki ish haqi, o'qish joyidan ma'lumot, nogironlik yoki tibbiy parvarish bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlar. Bu hujjatlar to'g'ri bo'lmasa, siz haqli bo'lgan qo'shimcha to'lov, ustama, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordamni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Men sizga qo'rqitish uchun emas, oldindan ogohlantirish uchun aytyapman. Hujjat masalasida eng kuchli himoya bu vaqtda tekshirish, xatoni oldindan tuzatish va topshirilganini tasdiqlab qo'yishdir. Bugun yarim soat vaqt ajratsangiz, ertaga bir necha oylik pulingizni saqlab qolishingiz mumkin. Sizningcha qaysi hujjatni olish eng qiyin? Oila tarkibimi? Daromad ma'lumotnomasi o'qish joyidan ma'lumotmi yoki tibbiy hujjatlarmi? Izohlarda yozib qoldiring. Agar bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini himoya qila oladi.